Yat-yat MCC qilib. Necha so'm teplitsa? Hozir 4,5 so'tib qurganman. O'zim sotib shaxsiy ko'rgan. O'zingiz qo'l bola qilib ko'chadan o'zi. Yo'q, olib kelganman, chiroyli. Men temir metal sohasiga hammasiga o'zim tushunaman. Keyin yonidan yana qurib, obshet 8-9 so'tib qilmoqchiman. Keyin ataplarni qilib, ichlarini shunaqa narsalar kerak bo'lib qoldi. O'zi yaqinda mana shu 1 oy ichida tizim bo'lyapti-ku, issiqxona bo'yicha turbolar olib berdi. Baquvvatadan normalniysdan olib bergan ekan-ku, peshko'da ko'ruvdim. Sizlarda ham bormi shunaqa? Teplitsa quryapsizlar? 665 ta 5 million. 660. Hammasi. O'shandan quryapsizmi siz ham buni? Baquvvat temirni. Men o'zim svatchiman asli, kasbim. Aha. Tushunaman-da metal sohasiga. Arnadagi kattagi joyimiz bor semlar. Muammolar ham shuni. Muammolar yo'q. O'sha oilaviydan olib yopgan akalar uni nomiga MCC ochtirdik-da, 312 ga to'g'rilab yubordik. Asfalt o'zingda yaxshi proyekt bu, loyiha. 2 oyga 3 million so'm raqamga qulaydi. Yaxshi brigada qilib beraylik, o'zi teplitsani qurib sotadigan korxona qidirib. 2 oy. O'sha o'zi teplitsalar bor. Tumanga endi o'zini beryaptilar. Yaxshi bitta loyihachi bo'lsa agar o'tirsa ishlasa daromad topsin. Menimcha yerda bir 100 million bir rasxodlaring uchun olsang bo'ldi. Qolgan ob'yeming zo'r bo'ladi. Beringlar shuni taklifini agar ro'yobga kiramiz. 10 kishi 5 kishi bilan ta'minlanadi. Zo'rda. Qo'limdan kelsa, o'zim Nima gaplashmaydi. Yana kimdan? Rahmat. asrof Bobur aka. Bobur. Asrof Bobur. To'g'ri, shunisi kerak. Asror Bobur kam? Yangi tadbirkorlik bo'yicha yangilik ish Qancha summa kredit? Kredit kerak. kredit chorvachilik boshlamoqchi. Aha. 33 million so'm. Oilaviy tadbirkorlikmi? Uning uchun o'sha mahallangiz qaysi mahalla? Bu yangi bo'ldi. Yangi bozor bizga biriktirilgan. Mana shu bolalarga mana uchrashasiz, o'zini hokim yordamchisini ro'para qilib, u yoqqa bor, enangga bor, menga bor qilmaysanmi? Tushuntirib ber tizimni. Hokim yordamchisi bor mahallangizda. Menga bor, hokim yordamchisiga ham o'zing ayt. Bola bor. Shundan uchrashtirib, chorvachilik bo'yicha o'sha 33 million so'm kredit beriladi. Sizga 3 yilgacha, 4 yilgacha beramiz. Ha, 4 yil. Qancha nimada qo'llaydi? Nima qo'y olasan bu yerda? Chorva molmi? 33 millionga mol beradi. Nechta mol beradi? Ikkita. Sigirmi yo buqon? Buqacha. Yo'q o'tirib sotgandan keyin bank kreditini ham olinglar. Keyin to'yga nimaga ishlab ketamiz. Keyin 3 yillardan qiynal qo'yganlar ko'pda. Boshida bank 6 oy imtiyozli davr beradi. Nima bo'ladi? Masala yo'q. Hammasini mana bizning bankimiz biriktirilgan, shuni borib uchrashib sizga yordam qiladi. Yetadimi 33 million? Yetadi. Ismi sharifingizni aytib oling. Asror Bobur. Asror Bobur. Yo'q, mana o'zimga ham belgilab oling. Hozir yana bor, endi bu yoqda muammosi yo'q degan yangiliklar eshitamiz keyin ular aytmoqchi. Yo'q, kelganlarni o'zida nima masalalar bor yana? Kimda nima kredit bor? Katta yirik loyihalar bo'lsa ham mayli, biz mana shu Qorako'l tumaniga biriktirilganmiz, biz shu investitsiya loyihalarini ham nimalarni ham ko'rib beramiz. Bizda resurslar bor, imtiyozli resurslar kelgan nimadan mana issiqxona qilishga, yirikroq issiqxona, sanoat usulida issiqxona qilaman desanglar, bunaqa issiqxonalarga kelgan uni ishlab chiqarishlar, yana qanaqa ishlab chiqarishlar qilmoqchisizlar, nima biznes, xizmat ko'rsatishga biznesinglar bo'lsa, o'shalar bo'yicha ham aytinglar. Bemalol turib aytishinglar mumkin loyihalar bilan. Yana o'zi Qorako'l tumanida nima sohani rivojlantirsak bo'ladi? Shu mahallalarda nimani rivojlantirsak bo'ladi? Shularni aytsanglar, biz borib o'sha mahallalarni ham ko'ramiz, yuramiz. Xonadonma-xonadon. Resurs bor,
ishlab chiqarish yo'g'i, go'sht qayta ishlash yo'q. Go'sht qayta ishlash. Sutni qayta ishlash yo'q. Yana qaysi bir resurslarimiz bo'lsa, endi issiqxona yo'lga qo'yildi. Endi odamlar issiqxonani tushunib ketyapti. To'liq chorva bo'lgan. Shu go'sht qayta ishlash, sutni qayta ishlash qiladigan tadbirkor bormi tashabbus? Bor. Endi bu yerda hozir katta tadbirkorlar bor, loyiha hozir ishlayapti ular. Shularni aytsangiz, telefonni bersangiz, biz borib uchrashamiz bankimiz bilan, nimamiz bilan joyida uchrashib, qayerga Shularni ketmoqchimiz. taklif qilamiz. Bir million katta produktlar bor. Shuni o'zi qilyapti. Yana asal olishni xabar bo'lib ketilgan shunga. Endi asal olishni askar bo'lgan bizga o'zi kalkulyatsiya uchun istayman deb hozir odamlarni sekin o'rgatyapmiz. Endi faqat kambag'alchilik yoki ishsizga emas, shular 3 million 4 million oylik oladigan davlat xizmatchilarimiz ham bor. Shularni o'ziga o'zi taklif bo'ldi. O'zi olsin deyapti, o'zi kredit qilsa, biznesga bilan chiqadigan. Kreditlarni olib, bemalol asal olishga yo'lga qo'ysa bo'ladi. Realizatsiyada muammo emas, asalda bor, xabarsiz bor, o'zlariz kreditlarimiz bor. Asanobod shifo bor. Asalobod shifo bor. 1000 tagacha olaman deb, bu katta narsa. 1000 ta fuqaroga hozir hisobladik, 10 tadan 10 ming tagacha. O'sha shuni ustida ishlayapmiz. 1000 ta odam har bir mahalladan 20 tadan beringlar deyapti. Men o'zim borib asal olib beraman. Asalni sotib olishni o'zimman kafilligini olaman. Bu shart emas, kambag'al yoki ishsiz, lo'li, ish yo'qmas, unaqa odamlarga emas. Halol pokiza davlat xizmatchilariga qilaman. 4 million oylik oladi ayol ishsiz. Uni ishlab bergan texnologiyasini borib ko'rdi. U mol urmaydi. Qancha hisoblanadi? Bir oyda 10 tonna hisobladikmi? 2 tonna oyiga, yiliga 15 tonna hisoblanadi. 15 tonna. Ob'yom beradi. Qorako'lda asalarichilik raisimiz o'zlari. Ha. 100 yoshlik berdilar. 100 yoshlik tarqatdik kambag'al oilalarga deb. Ha, kelib ketdilar o'sha. Kelib ketdi. Shuni bir driver qilmoqchi. Qorako'lda yana parrandachilik bor, parrandachilik arjumon bo'lmaslarmi yo jondor chegarasida. Arjumon bu ham parranda tarqataman deganda, masalan, agar bo'lsa, talab bo'lsa, shu Qorako'lga bizga o'zi bankimizga parrandachilik ham biriktirilgan. Parrandachilik bo'yicha imtiyozli resurslarimiz bor. Boshlang'ichga yirik loyiha qilaman deganlar bo'lsa, yirik loyiha qiladiganlarga hammasiga loyihalarni moliyalashtirib beramiz. Men Toshkentga borganda oshga kirdim. Shuni ko'rib xursand bo'ldim. Madayin Qorako'l. Qorako'l tuman Hasanobod shifo bor. Bu Qorako'ldan Shunaqa maqtadim endi. Boshqa shu Amir Ma'ruf bo'lib ketdi, bizdan so'rash boshladi. Mana shu shaxsan mikrokredit tashabbusi bilan bo'lgan loyiha. Mana ko'ryapsizlarmi? Xursand bo'ldim. Qanchalik mumkin. Madayin Qorako'lda yozilgan oshga nimaga qo'yilgan haligi? Qopqani, dasturxonda. Bu yerda menimcha mahalla ham kelgan. Ha, mahalla raislari ham bor. Nechta mahalla bor? Yo'q, shu hududni raisligi uchun chaqirdik bu yerda. Mahalla raislari, nimalar, hokim yordamchilari, nimalar hammasi biladi. Nima deydi? Bizni mahalla agentlarimiz ular ham bormi? Mahalla agentlari, mahalla bankirlari shular bilib qo'ysa, mana hozirgi bo'layotgan hammalar jim o'tiribsizlarki, просто keldi deb shu ketadi deb o'ylagan bo'lsanglar kerak. Biz unaqa nimada kelmaganmiz. Mahalla bankirlari kim bu yerda tursinchi? Bor mahalla bankiri? Yo'q, mahalla agentichi? Yo'q, ular. Qanaqangi mana tashabbusinglar bo'lsa, mahalla bankirlaringga, agentlaringga aytasizlar, hokimiyat vakillari. Mana hammasi o'sha loyihasini hozir mana shunaqa paytda bizga o'xshagan mana shu zampoliklarga kelib aytsa, ro'yxatga olinadi, o'sha ish bitadi. Anaqa bo'ladi. To'g'risida, bunaqa tashabbus yo'q, nima anaqa bo'lmasin. O'shalarning ishi mana shunda ko'rinadi. Mana shu loyihasini topib,
joy u xonadon yurib mahalla agenti taklif mahalla bankiriga berib, mahalla bankiri filialga kelib turib hujjatlarni rasmiylashtirib qilib berish kerak. Qani tashabbus? Loyiha qilib beringlar, nima qilinglar. Keyin o'tiringlar. Yana shuni ham aytib qo'ymoqchiman, bu yerda mana bankirlar nimalar qatnashyapti.